Bizni общий sotig'i 407-5 sotikga yaqin joy. Mana uylarimiz fondli, xudo xolasa chiroyli bo'lgan. Eshik tagida uyga 2 etajli qilsangiz ham bo'ladi. To'g'rida uyimiz ham regilli, sesmali bo'lgan. Ayvonlari ham yo'g'i, xudo xolasa chiroyli. Uylarning remonti zo'r. Kirib yashasa bo'ladi. Gazi, suvi, sveti bor 5 xonali uyimiz. Общий 2 ta oshxonamiz bor. Bittasi letniy oshxonamiz, bittasi zimniy oshxona. Foydalansangiz bo'ladi. Letniy oshxonada tandir o'choq, mayda chuyda qo'yib qo'yilgan. Sanuzellarimiz bor. Yo'lni bo'yida pastlik hisobda Marg'ilonda Yoqacharda rizq oshxonadan kirganlarni mahallaning ichida. Gaz, suv, sveti bor, kanalizatsiyasi bor, xudo xolasa. Uyimiz pishig'ishda, kirpichni, sesmali, regilli, chiroyli, baquvvat bo'lgan. O'tgan yili bitta Damas bilan rasxod qilganman deyaptilar. Ko'ryapsizlar, o'zi akfaromlari ham yo'q, yangi turibdi. Zeleniy zonamiz ham bor ekan bu yerda. Mashina uchun parkovkaga joyi ham bor. Telefon qilsalar ham xudo xolasa mahalla tinch, chiroyli, akkuratli, yaxshi joylar. Eng qizig'i Marg'ilonning sentrisi ham bo'ladi, Yoqachardamiz. Mana shunaqa Yoqachardan chiroyli uy so'raganlar jo'natib qo'yasizlar.